Assalomu alaykum o'rtoqlar. Toshkent viloyati Yuqori-Chirchiq tumani Nurli Zamin mahallasida 11,5 sotuvlik hovlimiz sotiladi. Mana shu fasad qismi oldi yangi asfalt yotqizilgan, bu yog'i domla. Faizli mahalla. Fasad 24 metr, ichkariga kiramiz, uzunligi 52 metr. İchkariga kirganimizda bu yoqda mana shunaqa uzunli ekilgan. Faqat hovlisini steshkasi qolgan, yangi hovli, 2 xonali uy qurilgan. Ko'rib turibsizlar, yegulikka mana shu old tarafida ekiladigan joyi ham bor. Orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, hovlining orqa tarafi bog' qilingan. O'rik daraxti bor, yong'oq daraxti. Mana bu navesi bor, 3,5 ga 8 metr naves. Bu yoqda 3 ta katta yong'oq bor. Olcha mayda chuda. Bu yoqda ham yong'oq daraxti bor. Hovlining orqa tarafidan ko'rinishi. Old taraf 2 etajli domla. Uy quraman degan okalarga ham juda ham zo'r variant, 11,5 sotlik hovli, hamma hujjatlari joyida. Uy ichkari qismini qisqacha ko'rsatib o'taman. Kirganingizda bu yoq oshxona, bu yoq zal. Отопление, kanalizatsiya, issiq suv, sovuq suv, gaz, svet hammasi sharoit qilingan. Bu yoq spalni. Bu yoq tualet, vanna. Mumtoz. Bu yoqda kir moshinaga ham joy qilingan. Bitta kichkina oila mazza qilib yashaydigan sharoit. Srochniga uy narxida, yer narxida berilyapti okalar, srochniga. Qiziqadiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, yana ustida barakasiga kelishtirib beriladi. Sog' bo'lasizlar.